Odamlarni meni qo'llari bilan ko'rsatib masxara qilishlarini o'ylasam qo'rqib ketyapman. Biz o'rmonda yashaymiz. Hayvonlar masxara qilishni bilishmaydi. Bu gaping shunchaki orzu xalosmi? Operator Sergey Kozlov. Orzuyimiz ushalishini istayman. Bu yerda vaqtimni ibodat qilish, xayol surish bilan o'tkazaman. Bastakor Trevor Jones. Bu yer biram tinch, biram sokinki. Ochig'i hech narsani tushuna olmayapman, Nemoya. Bu yerda senga nima bor? Bu yerda Xudoga yaqinroq bo'laman. Unga yaqin bo'lsang, mendan uzoqlashib ketasan-da. Ssenariy mualliflari David Stevens, Peter Barnes va Edward Khmara. Roman Ilyich. Rejissyor Steven Barron. Hop, qayerda to'xtagandik? Na, bo'ldi. Arturning qanday dunyoga kelganligini aytayotgan edim. Shunday qilib, uni janob Gektor bilan birga tarbiyalay boshladim. Odamlar senga qanday munosabatda bo'lishlarini xohlasang, xuddi shu tarzda muomala qil. Unga murabbiylik qildim. Sehrgarlik emas, axloq va ma'naviyatni o'rgatdim. Artur, xoh ishoning, xoh ishonmang, bu ish birmuncha og'irroq va murakkabroq edi men uchun. Oxir-oqibat uni otasi qirol Utr aqldan ozdi. Hamma asirlar o'ldirilsin. And killed himself. That brings us up. Hikoyamni xuddi shu nuqtadan davom ettirmoqchiman. Artur jasur va dono yigit bo'lib ulg'aydi. Undan umidlarim ko'p edi. U ham ishonchimni oqlashga astoydil harakat qilardi. Artur, otni qiynab choptiraverma. Jonivorlar qo'pol muomalani yoqtirishmaydi. Tushma, hozir ketamiz. Merlin, yangilikni eshitdingizmi? Robert, qirol Utr o'libdi. Didn't you hear what I said? The king's dead. Xabarim bor. Qanday qilib? O'rmonda edingiz-ku. Qushlardan eshitdim. Qayoqqa ketyapmiz? Seni taxtga chiqarishga. Bu nima deganingiz? Nega taxtga chiqishim kerak? Shahzoda bo'lib tug'ilgansan. Tomirlarimda qirol qoni yo'q-ku. Merlin. Qoch qo'lingdan kelmagan ishga burningni suqma. Voy tentak cholay. Qo'yaveringlar, chilanishini bir tomosha qilaylik. Artur tinmay meni savolga tutardi. Men esa Arturning haqiqiy otasi kimligi, Kornelning fojiali o'limi va bu mashmashalardagi o'zimning ishtirokim to'g'risidagi bor haqiqatni ayta olmay qiynalardim. Bor gapni shartta aytib tashlashga uyarardim va hatto qo'rqardim. Artur, ehtiyot bo'l. Ana, yana bor ekan. Rahmat. Hech narsa qilganim yo'q-ku. Men ham senga gapirganim yo'q edi. Bu yana nimasi bo'ldi?
Bumi? Nima bo'lardi? Eski tanishimni yuborgan hadyasi. Artur og'zimni poylardi. Gapiring. Hikoyam xayollarni ostin-ustun qilib yuborishini bilmasdi. Ha, hozir. U meni tushunar degan umidda gap boshladim. Artur, bilasanmi, janob Gektor seni otang emas. Sen otang qirol Uther va sen taxtning qonuniy merosxo'risan. Hammasi kutganimdan ham a'lo darajada bo'ldi. Uther yolg'iz o'g'laman, demak o'zimga tegishli narsalarga ega chiqishim va qirol bo'lishim kerak. Qirol-ku bo'larsan, keyin nima qilmaysan? Nima desam ekan? Shoshma. Nima gap, nima bo'ldi? Unga yo'l beraylik. Xo'p, nima deyotganding? Xuddi siz o'rgatgandek yo'l tutaman. Oltin shahar barpo qilaman. Bu shaharda tinchlik va muhabbat hukmronlik qiladi. Biroq odamlarga adolat va istiroblar ham kerak. Nima bo'lganda ham oltin shahar Camelot barpo qilish haqiqiy qirolning orzusidir. Olga, Sir Rupert. Camelot. Come on, Arthur. Ketdik, Artur. Britaniyaning barcha lashkarboshlari bu shamshirni olishga harakat qilib ko'rishgan, lekin uni chinakam qirolgina olishi mumkin. Bu qilich seniki, Artur. Merlin, nazarimda uni yaqindagina qo'yib ketgandaysan. Hazrat, bu yigit Excaliburni olish uchun keldi. Kim u? Men Arturman. Uther yolg'iz o'g'li va Britaniyaning qonuniy qiroli. Shamshirni unga bera ko'rma. U ham otasi singari o'z xalqiga xiyonat qiladi. Kelajakda kim bo'lishimni va nima qilishimni ayta olmayman, lekin hozir ayni paytda qandayligimni yaxshi bilaman. Bag'oyat dono javob. Chunki ustozim dono. Majusiylar sulolasini yakson qiladi. Men kabi sen ham zulmatga g'arq bo'lasan. Hali shundan qo'rqayapsanmi? Men qo'rqmayman. Negaki toshlarga o'lim yo'q. Toshlar mangu yashaydi. Demak men ham dunyo turguncha qiyomat kunlarigacha yashashga haqliman. Men mangu yashayman. Qilichni ol, Artur. Qani bo'la qol, ol. Shamshir seniki. Ko'ryapsanmi, Merlin? Bu qilmishing qon bilan boshlandi va qon bilan tugashi muqarrardir. Yo'q, Map, yanglishasan. Artur odamlarga baxt, saodat in'om etadi. Qaranglar, Shamshir, u Excaliburni olibdi. Yashasin qirol. Buncha chalamiga bo'lmasa qachon aqling kiradi o'zi? Men ham shuni harakat etaman, malikam, lekin ishim boshimdan oshib yotibdi. Ana bu gnom va farishtalaringizdan bir chaqali foyda yo'q. Qarang, boshqa ishlashga ham qo'lim tegmayapti. Bundan keyin ham yana ham battar bo'ladi. Men Merlinni deb hamma narsaga qo'l siltab qo'ydim. Bir kun yonimga qaytadi deb umid qilib turibman. U haddan tashqari qaysardir. Shunday bo'lishini o'zim xohlaganman va shunga harakat qilganman. Hech qachon hech kim uchun shunchalik jon kuydirmagandingiz, malika. O'chir ovozingni. Enough. Arthur's cursed. I want everyone to know in good time. And that will be your job. Frick.
O'tir meni jiyanim va qonun bo'yicha taqlimini egallayman. Avval shamshirni qo'lga kiritishing kerak edi. Men otam marhum qirolning qarindoshi, qonun bo'yicha unga men yaqinroq qarindoshman. Opam o'tirni jiyani taxtga men lol chiqishim kerak. Taxtga men da'vogarman. Shu sassiq cholni da'vosi yetmay turuvdi. Janoblar, behudaga tortishmanglar. Janjaldan foyda yo'q. Hozir sizlarga bir gap aytaman. Balki bu yangilikni eshitib ko'pchiligingiz yoqangizni ushlasangiz kerak. Utarni o'g'li bor. Artur. U Britaniya qirolidir. Utarni hech qanaqa bolasi bo'lmagan, buni hamma biladi. Bo'lgan. O'g'il ko'rganda. Qachon? Temtagiga kelgan paytda u Igrayn xonimga tajovuz qilgan va ular o'g'il ko'rishgan. Bu rost gap. Bunga o'zim guvohman. Artur o'tir o'g'limi? Shu gap chindan ham haqiqat bo'lsa, unda borib Excaliburni olsin. Allaqachon olganman uni. Isbot qil. Excaliburligini isbot qilib ber bizga. Bu rostdan ham Excalibur. Sen Utarni o'g'lisan. Olam panoh, xizmatingga muntazirman. Men ham. U shamshirni egallabdi. Taqdirga tan ber, Lord. Hech qachon. Men ham o'g'lim ham uni hech qachon tan olmaymiz. Dada, o'zim uchun o'zim javob beraman. U Excaliburni olibdi, demak qirol u. Otangga qarshi bormoqchimisan? Yo'q, adolat tarafida turmoqchiman. Xato qilayotgan bo'lsang-chi. Bu holda jangda sizni qo'lingizdan jon berishga tayyorman. Biroq hozir qirol uchun xizmat qilaman. Zorim bor, zorim yo'q. Janoblar, balki taklifim sizlarga malol kelar, lekin jang qilish va behuda qon to'kishni to'xtatish payti yetdi. Shunday emasmi? Ketdik. Salom, Morgana. Ancha katta qiz bo'lib qopsan-ku. Siz kimsiz? Meni eslolmayapsanmi? Kichkinaligingda seni yoningga bir marta keluvdim-ku. O'shanda ko'zimga ko'ringan bo'lsang kerak deb o'ylab yuruvdim. Endi men tirikman. Biroq yolg'onchi ekansan. Go'zal qizga aylantiraman deb va'dangning ustidan chiqmading. Nima, shunaqa va'da beruvmidim? Unda so'zimning ustidan chiqishim shart, faqat avval mana buni daf qilib olaylik. Nega xafa bo'lib qolding? Vaqir bor yo'g'i bitta o'yinchoq edi-yu. Qani oynaga bir qarachi. Shunaqangi sohib jamolmanmi? Sen nihoyatda go'zalsan. Yanglishmasam, zamonaviy qizlarga rimcha tikilgan ko'ylak ko'proq yarashsa kerak. Juda ham ajoyib. Endi men taxtga chiqishni istayman. Yo'q, bu ish endi meni qo'limdan kelmaydi. Tajribamdan chiqib kelgan holda bir narsani aytib qo'yishim kerak. Parilar shu qadar kichkinaki, yomg'ir yoqqan payt ularni hech kim payqamaydi. Chunki ular nihoyatda kichkinadir. Frik. Laqillashni bas qil, tezroq harakatingni qil. Morgana, hayolimga bir fikr kelib qoldi. Bilasanmi, maqsadingga yetishishning bitta yo'li bor.
Your son. O'g'ling qirol bo'lishi mumkin kelajakda. Well, how? If Arthur defeats Lord Lot, he'll be king and I can't marry him. You don't have to marry him to have his son. We have the same mother. And underneath this charming and devilishly handsome exterior, I'm a crabby old gnome. Does it matter? Not a bit. You don't have to seduce me to win me over. Like everyone else. I want the crown. Sen menga chindan ham yoqasan, Morgana. Sen haqiqiy ayolsan. And I like Sen menga yoqasan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. whoever you are. Tarqaling. Qo'shin deyarli jangga taxt bizni qonli qirg'in kutmoqda. Wait for my sister. Buyrug'imni kutinglar. Forgive me, Arthur. Kechir meni, Artur. Hammasini tushundim. Bu qilich seniki, qonuniy qirol sensan. Aloyiq urush tugadi. Artur Britaniyaning qonuniy qiroli. Shu yerda xos askarlarimiz huzurida behuda jang va jadallardan xalos bo'lganimizga shukrona keltirmoqchiman. Oliy maqsadlarimizga shu davra timsol bo'lib qolsin. Bu yurtdagi barcha odamlar teng huquqli va ularning har biri o'z ovoziga egadir. Biz faqat adolat va vijdon yo'lida kurashmoqqa ibodat qilamiz. Barcha orzularim ushaldi deb o'yladim. Va nihoyat taxtni men orziqib kutgan odil qirol egalladi. Your Majesty. Qirol hazratlari, ijozatingiz bilan sizni Barakayt malikasi Mary xonim bilan tanishtirsam. U sizni qutlash uchun huzuringizga tashrif buyurdi. You are most Xush welcome. kelibsiz xonim, marhamat. Bu yoqqa. Minnatdorman. Ovora bo'lish hojati yo'q edi. Nima bu? Bu g'oyat qimmatbaho ipak mato. Tuhfangiz uchun ming bor tashakkur, xonim.
Agar qarshi bo'lmasangiz, xizmatkorim bilan koshonangizda bir kecha tunab qolsaydi ekandim. Biz uzoq va mashaqqatli yo'l bosib keldik bu yerga. Qaytish safari oldidan bir kecha nafas olsak yomon bo'lmasdi. Olam panoh, to'g'rimi? Albatta. We can spend some time together. Siz menga o'z haqingizda, xalqingiz haqida gapirib berasiz. O jonim bilan. Hasrat oliylari. Nimaga shama qilyapsan, Map? Yana nimalar qilib qo'yding? Artur. Men xuddi shamoldek yeldim. Garchi bizni xonavayron qilishi mumkin bo'lgan bu mudhish hodisani orqaga qaytarish mumkin emasligini bilsam ham. Janoblar, bizni xoli qoldiringlar. Xoli qoldiring. Eshikni orqasidan yopib qo'yinglar. Merlin, nima gap? Artur, faqat to'g'risini ayt. Sen o'tgan kecha o'sha ayol bilan birga bo'ldingmi? Ha? Agar shunchalik bilging kelayotgan bo'lsa, hammasini bir boshdan aytib beraman. Sen Morgana bilan birga bo'lgansan. Kim u? U Igraine xonimning, ya'ni seni onangning qizi. Ularga ant ichaman. Xudodan xabarim bor, bu gapdan xabarim yo'q edi. U hadamay sendan o'g'il ko'radi. Map o'sha bolaga homiylik qiladi. Chunki tug'ilajak go'dak Mapning kelajagi. U hammamizni yakson qiladi. Avvalonda oyna yo'q edi-ku. Xohlasang seni tamomila o'zgartirib qo'yishim mumkin. Meni badbashara qilib qo'ygansan. Qayg'uli ish bo'ldi-da. Axir o'ta ketgan yovuzlik, dahshat-ku. Nima qilibdi? Atrofingga bir qarab, bu dunyoning turgan bitgan yovuzliklardan iborat. Bu gap o'zingni oqlash uchun bahona bo'la olmaydi. Undan ko'ra Merlinga o'xshab kurash. Merlin ham yovuzlik yo'lidan ketyapti. Yolg'on. Nega kelding o'zi bu yerga, Map? Senga bir taklif bilan keldim. Bor go'zalligingni qaytarib beraman agar Merlinni men ko'rsatgan joyga olib borsang. Bu yerda umringizni oxirigacha birga yashashlaringiz mumkin. Baxtli bo'lib, ha, baxtli bo'lib. Uni o'z yo'li, o'z maqsadi bor. Unga xalaqit berishni istamayman. Uni bu harakatlari behuda, umrini uvol qilishiga arzimaydi. Uni fikricha, adolat yo'lidagi kurash uchun sarflangan umr hech qachon zoyi ketmaydi. Xalaqit berishni istamayman. Chunki uni sevaman. Men sevaman. Nafratlanasan, nafratlanishim ham rost. Xo'sh, taklifimga rozimisan? Yo'q. Ming afsus. Mabodo
Tezda fikringdan qaytib qolsang, chaqirarsan. Faqat qattiqroq chiqar. Uzoqqa keta olmadim. Negaki Artur men uchun shunchaki qirolmas, juda yaqin va qadrli inson edi. Mamlakatni qanday boshqarishini kuzatgim keldi. Merlin. Ko'rganimdan qanchalik xursandligimni bilsangiz-da. Bu nima, Artur? Camelot shahrini quryapman. Yaqinda boshladim. To'g'ri, Morgana bilan katta xatoga yo'l qo'ydim. Biroq bittagina xatoim tufayli bir umr jazoga mahkum qilinmasam kerak deb o'ylayman. Albatta. Bu fikringga men ham qo'shilishaman, Artur. Lord Leonning qiziga uylanyapman. Demak, uni sevasan, shaqam Artur. Ajoyib malika va ko'nglimdagidek xotin bo'ladi. Garchi shahar qurilishi bitmagan bo'lsa ham, nikoh marosimimizni shu yerda Camelotda o'tkazmoqchimiz. To'yimizga kelarsa, albatta. Bajonidil kelaman, qaylag'ing ismi nima? Guinevere. Tangri taoloning nomi bilan Pentagon qasriga yo'l oldim. Artur Morgananing makkorligi tufayli o'ziga qanchalik yovuz dushman orttirganini bilganda, ehtimol muqaddas kosani izlash safariga otlanmasmidi. Xonim, Merlin siz bilan uchrashish maqsadida kelibdi. Mayli, kiraversin. Mordred eshitdingmi? Bizni ko'rgani sehrgar o'z oyog'i bilan kelibdi. Zo'ra. Morgana xonim, nima uchun kelganimni bilasizmi? Avval o'g'lim Mordred bilan salomlashsangiz bo'larmidi? Janob Mordred. Mordred, qo'pollik qilma. Istagan ishingni qilishing mumkin, lekin zinhor va zinhor qo'pollik qila ko'rma. Nima dedingiz, Merlin? Nega kelganimni bilasizmi dedim. O'g'lim uchun kelgandirsizda? Qarang, u ancha katta bo'lib qoldi. Ha, katta bo'lib qoldi va odatligidan ko'ra ancha tezroq ulg'ayibdi. Ha, chunki u sehr joduning mevasida. Morgana, o'tinaman, shu vatan haqqi hurmatli bolani miyasini majusiylik balosi bilan zaharlamang. Vatanni men uchun bir chaqali qimmat qolmagan. Chunki meni o'rnimga qanaqadir bitta tashlandiq taxtni egallab o'tirsa, o'sha tashlandiqni otasi o'tir, onamni nomusini poymol qilgan, otamni bu gaplarni kelajagini o'ylab aytyapman. Ha, kelajak haqida jon kuydirishingizni tushunsa bo'ladi, Merlin. Siz Udrni qirol qildingiz. Unga onamni badnom qilishda ko'maklashdingiz va meni oilamdan batamom judo qildingiz. Va nihoyat Artur dunyoga kelgan yo'l bilan malika Meb tufayli Mordred tug'ildi. Hammasini bilaman va allaqachon tan berganman. Bir kunmas bir kun Mordredning qirollik taxtiga chiqishiga ham tan berishga majbur bo'lasiz. Bu hech qachon yuz bermaydi. Mordred esingni yig'. Merlin bizni mehmonimiz bo'ladi-ku. U shunchaki e'tibor talab qilyapti, xolos. Shoshma o'g'lim, ha demay sen qirol bo'lasan va o'shanda istagan niyatingga yetasan, to'g'rimi, Merlin? Majusiylik haqida nima deysiz, Morgana? Bu haqda ham sizni maslahatingizga zor emasman, Merlin. Qolaversa, majusiy xudolar menga nisbatan ancha bag'ri kenglik qilishdi. Ular menga o'g'il va go'zallik in'om etdilar. Beshora Morgana. Bularni hammasi xom xayol-ku. Go'zallik hamisha xom xayol bo'ladi, nahotki shuni ham bilmasangiz, Merlin. Biz odat bo'yicha eshikdan kirishga qaror qildik.
Odat bo'yicha eshikni avval taqillatadilar. Mordred, qarang bolajonim, meb xolang bilan Frik amaking kelishdi. Ko'rishmaganimizga ham 100 yil bo'ldi shekilli, janob Merlin. Zo'r shogird tayyorlashim mumkin edi sizdan, lekin baxtga qarshi ishonchim oqlanmadi. Unday qilmaysan, Mordred. O'g'lim asal bo'lgan-a? Buni kelajak ko'rsatadi. What does that mean? I've never really understood the phrase. Toys, Mordred. Well, Auntie always brings you lots of lovely toys. You see, Merlin, you took my family away from me. Now I have a new one. It won't last, Morgan. Nothing does. Can't you see it? Feel it? Men yengdim, Merlin. Menda hech takrorlanmas sabr toqat zaxirasi mavjud. Mordred taxtni egallaguncha hali ko'p yillar o'tish kerak, lekin men kutaman. Time means nothing to me. You'll be the death of Arthur. Sen Arturni o'ldirasan va Merlinni bemaza orzularga batamom nuqta qo'yasan. To'g'rimi, Arsalim? Qara, yomon bo'lgani uchun sehrgar amaki hech narsani eplolmayapti. Yana boshingga kulfat tushdimi, Merlin? Yana yordam so'rab keldim, malikam. Singling kun sayin quturib ketmoqda. Men esa aksincha zaiflashib bormoqdaman. Nima qilishga hayronman. Artur muqaddas kosani izlab ketganda taxtni asrab turadigan odam topishim kerak, chunki qirol yo'ligida taxt da'vogarlari o'zaro kelisha olmay mamlakatga ziyon yetkazishi mumkin. Sen sof vijdonli odamni top. Qidirib ko'rdim, lekin topa olmadim. Uni dengizning narigi sohilidan qidir. Meni kim ham seni o'sha yoqqa eltib qo'yadi. Bu voqea bir zumda xuddi tushda ko'rgandek ro'y berdi. Go'yo osmon ag'darilib yerga tushgan u men uni ustida uxlagandekman. Bir kun tushimda Artur bilan Guineverani, Camelotni ko'rdim. Siz kimsiz? Sehrgar Merlinman. Sehrgarlar hozir qolmagan-ku. Men eng oxirgisi. O'zing kim bo'lasan? Galxitman. Oyimni ismlari Elen xonim, dadam esa Ser Lancelot bo'ladilar. Qirol Artur va uni saltanatini himoya qiladigan insonni izlab keldim. U sof vijdonli, yaxshi odam bo'lish kerak. Siz o'sha odamni topdingiz. Bu voqea shunchalik tez va oson yuz berdiki. Rostdan ham shuni xohlayapsanmi? Men emas, sen xohlayapsan. Chunki bu porloq istiqboling uchun berilayotgan yagona imkoniyat bo'lishi mumkin. Oqibatini o'ylamayman-da. Galxat, aytgunimcha oyingni zeriktirmay yur. Xonimlar va janoblar, saltanatimizning jasur lashkarlari. Sizlarni duoyi fotihangiz bilan muqaddas kosani topish uchun uzoq safarga ketmoqchiman. Bugungi bellashuv g'olibiga mamlakatimiz taqdiri va muhtaram malikamizning sha'nini vaqtinchalik ishonib topshirmoqchiman. Bellashuvda qatnashsam deganim olam-panoh. Juda munosib nomzodsan, lekin seni o'zim bilan birga olib ketmoqchi edim. Meni qo'yib ketsangiz bo'lmaydimi? Taqsir. Ancha keksayib qolgansizlar, ser. To'pa-to'g'ri u qarib qolgan, men esa yoshman. Janob oliylari, huzuringizga o'z nomzodim Ser Lancelotni boshlab keldim. U ham ushbu bellashuvda ishtirok etmoqchi. Bir og'iz gapingiz, Merlin.
Gavrayni yengarmikin yo Lancelotmi? Olga. Barakalla Lancelot. G'olibga shon sharaflar, u eng munosib lashkar boshi. Ketib olgan yigit ekanmi? Bir nima dedingizmi, malikam? Yo'q, hech nima. Olam panoh. Sizga o'z shamshirim va hayotimni in'om etmoqchiman. Jasur sarkardaning bunday iltifoti men uchun katta sharafdir. Saltanatimizga xush kelibsiz, janob Lancelot. Tuzukmi u? Ancha tuzuk, lekin qilich qoldig'ini ololganimizcha yo'q hali. Nimaga? Bir qarorga kela olmayapmiz-da. Uni qaysi tomondan tortib olsa ekan deb garang bo'lib turibmiz. O'yin tomondan torsaymikin yo chap tomondanmi? Sizga qanday yordam bersam ekan, Sir Lancelot? Qo'limdan ushlab tursangiz yetadi, malikam. Yo, boshqa tomondan tortib olish kerak, chunki Zahro va Uran sayyoralarining ta'siri bo'lishi mumkin. Tabibsizlar-ku, hadeb tortishmasdan tezroq tortsanglar-chi. Avval yaxshilab maslahatlashib olishimiz kerak. Aqlingiz yetmagan ishga aralashmasangiz bo'lardi. Gapning postkallasi. Ba'zan shoshma-shosharlik qilib bemorni davolash o'rniga ajalidan 5 kun burun o'ldirib qo'yish mumkin. Bo'ldi. Lancelot, tayyormisiz? Tayyorman. Tayyorman. Ko'rishguncha, Merlin. Xayr, Artur. Oy borib omon qayt. Ular baxt izlab ketishdi. Yo'ldan qaytarganimda ham baribir maslahatimga ko'nmagan bo'lishardi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Yillar hech kim bilan hisoblashmay bir-biri bilan almashinaverdi. Janoblar, titrashni bas qilmasalaring, hammangizni bitta qo'ymay qirib tashlayman. Unchalik maqtagulik emas. Mordred. Bas qil. Asabiylashma, bu talog'im o'zingni qo'lga ol. Nega ularni otmoqchi bo'lyapsan? Yigitcha shunchaki hazillashyapti. Bu yerda vahima qiladigan hech qanaqa gap yo'q. Vahima qiladigan hech gap yo'q, chunki u seni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmayam, ko'rsin-chi. Namuncha jahlis tez oyi. Qarang, mayb xolam hammasini to'g'ri tushundilar, shundaymi xolajon? Albatta, to'g'ri tushundim-da. O'zingni shunchaki sinab ko'ryapsan, kel yonimga o'tir. Kim bilan kurashishing kerakligini anglab olishing zarur. Artur bilanmi? Ha, faqat Artur va Merlin bilan. Nega ranging oqarib ketdi, Mordred? Hoynahoy yaxshi ovqatlanamayotgandirsan. Meni kuchim 10 taga yetadi. Xolayni gapiga xo'p degan, sochingni ham sal yig'ishtirib ol. Xo'p, oyi. Bekala o'g'lim. Nihoyatda imillab ishlayapsizlar. Fikringizni tez-tez o'zgartirib turarkansiz, Sir Lancelot. Bir unday desiz, bir bunday topshiriqlaringizni bajarishga harakat qilyapman. Yana ham yaxshiroq harakat qiling. Qo'limdan kelganini qilyapman.
Bir o'zingiz keldingizmi, xonim? Merlin bilan keldim, o'xida soyamdek gap. Juda chiroyli ta'rif berdingiz unga. Nega endi siz emas, u meni himoya qilishi kerak? Negaki qarshingizda es-hushimdan ayrilib qolaman. Hozir ham qarshingizda turibman-ku. Va bu juda ham xatarli. Malikam? Malikam? Yaxshi ham vaqtimizga Xola? Namuncha oziz qulog'ingizda bo'lmasam? Nima qildingiz? Ayting. Bitta yarimtasini dodini berganga o'xshaysiz. Lancelot bilan Grineveraning bir-birlari bilan don olishayotgandan Elenni boxabar qilib qo'ydim. Boplabsiz. Bu siz tomonidan qilingan qabohat emasmi, bekam? Qabohat? U nima degani, oyi? Qabohatmi? Nima edi, esimdan chiqibdi. Ha, bu qabohat. Lekin nima uchun meni ishlarimga burningni suqishing kerak, Frik? Frik! Sizni ogohlantirgan edim, lekin gapimga quloq solmadingiz. Nima gap? Elaine. U nega o'ldi? Siz tufayli. Yuragi bardosh bera olmadi. Kechir meni.
O'z yog'imda o'zim qovurildim. Aybimni tan olishim kerak. Agar Lancelotni boshlab kelmaganimda, ehtimol hammasi boshqacharoq bo'larmidi. Suyunchi Bernimoya, Artur qaytyapti. Xayriyat, u muqaddas kosani topibdimi? Topganmi, yo'qmi, nima ahamiyati bor? O'zi bekorga ovora bo'lib ketgandi safarga. Merlin endi ozod. Bu yog'iga qaytadan hayot boshlashi mumkin. Ha, sen bilan birga boshlaydi bo'tam. Axir Merlin seni ham kutayotgan orzuying edi-ku, qizim. Boshqa bir bandaga ko'ngil qo'ygan bo'lsang, Tangrimga kerak bo'lmaydi. Odamga e'tiqod suv va havodek zarur, ammo muhabbat undan ham ulug'roq ne'matdir. Ehtiyot bo'l, bolajonim. Bu sanalar nihoyatda xavfli. Ketyapmiz. Meni yurtimga, makru jodu mamlakatiga boramiz. Men ham mo'jiza yaratamanmi? Istaganingcha yaratasan. Biram zo'rsizki, xolajon. Ko'ngil xushlik qilib o'tirishingga vaqt bo'lmaydi, chunki Artur qaytyapti. Seni jangga hozirlashim kerak. Bu yerda oyim ham bo'ladimi? Yo'q, endi bizga hech kim kerak emas. Men o'g'limni qayerga olib ketyapsan? O'zim bilan olib ketyapman. Menga aytmasdan-a? Tayyorlashim kerak. Hech qayerga olib ketmaysan. U meni o'g'lim, u meniki. Men unga mehr berdim. Sen esa faqat o'yinchoqlar. Men unga hayot bag'ishlaganman. Uni hech qayerga yubormayman. Yashang, xola. Jonginam. Jonginam. Frik. Sevgilim. Men haliyam go'zalmanmi? Judayam go'zalsan, jonim. Menchi. Sen ham go'zalsan. Nega o'ldirding uni? Balki oyog'i toyib o'zi o'lgandir. Frik, sen bilan adib-adib aytishib o'tirgani vaqtimiz yo'q. Map, sen qari jodugarsan. Xudo bersin jazoingni. Seni ham tiling chiqib qopdimi, Frik? Seni hasratlaring bilan yolg'iz qoldiraman. Lekin sehrgarlik qudratidan mahrum qilaman. Bor bilganingni qil. Yaramas. Bu hali odamimish-a? Alvida, Frik, sensiz zerikib qolsam kerak. Yo'q, zerikmayman. Xola, nega uni ham o'ldirib qo'ya qolmaysiz? Chunki uni o'zi o'ldirishimni istab turgandi-da. Camelot. U qurilib bo'pti. Lancelot so'zida turibdi. Shaharga bayroqlarimizni baland ko'tarib kirsak yaxshi bo'lardi. To'g'ri aytasan. Bayroqlar baland ko'tarilsin. Biz o'z uyimizdamiz. Nega bu yerda hech kim yo'q? Birga bo'lganga o'xshaydi, sir. Shu tarzda uchrashamiz deb sira o'ylamadim, Guinevere. Nima bo'ldi? Guinevere. Merlin qani? Lancelot qayerda? Men aytib beraman hammasini. Bu shaytonvochi yana kim bo'ldi? To'g'ri aytasiz. Men rostdan ham shaytonvochiman. Nima?
Meni tanimadingizmi? Yo'q. Seni taniymanmi? Naqadar dahshat bo'ladi aytsam. Siz meni tanimadingiz. Biroq men sizni juda yaxshi bilaman. Dada. Men siz allaqachon xotirangizdan o'chirib yuborgan o'g'lingiz Mordred bo'laman. Seni onang Feya Morganami? Ha, o'sha edi. Lekin u yaqindagina narigi dunyoga ravona bo'ldi. Juda og'ir judolik. Boyagina kulib, hazillashib turganda endi esa mutlaqo yo'q. Xuddi shamoldek bu dunyodan izsiz ketdi onam sho'rlik. Juda yosh, go'zal va hokazo edi u va men shuning uchun ham huzuringizga keldim. Dadajon. Tushunmadim. Sha'ningizni himoya qilish uchun keldim, dada. Sizni sha'ningiz meni obro'yim. Ko'nglingizga malham qidirib safarga ketgan chog'ingizda nima deb aytsam ekan? Sizga xiyonat qilishdi. Mordred. Bas qil. Yo'q, to'g'risini aytish kerak. Oyni etagi bilan yop bo'lmaydi. Hozir Mavruda emas. Dada, Lancelot bilan Malika sizga xiyonat qilishgan. Nima? Malika Lancelot bilan birga bo'lib sizni sharmanda qildi. Qisqasi, ikkalasi ham sizga xiyonat qildi. Gvenevera bu yerda gaplashish o'rinli emas. Juda o'rinli-da, nega endi? Shu gap rostmi? Artur hozirgina safardan qaytdik, keyin gaplashamiz. Gvenevera shu gap rostmi? Ha, rost. Mordred endi bu yerda turishga haqqi qolmadi. Yo'q, hamma qatori meni ham haqqim bor, chunki bu xiyonat hammaga daxldor. Gvenevera nega unday qilding? Nahotki meni o'ylamagan bo'lsang? Shuncha yil yolg'iz qoldirib ketib, men haqimda o'ylaganmiding? Yana qanaqadir Feya Morganadan o'g'lim borligi nima deyishim kerak? Unday demang, yaxshi ayoldan o'g'li bo'lgan. Siz ko'p qayg'uravermang, dada. Qolaversa bu masala davlat ishi hisoblanadi. Davlat ishi aql gap xiyonatida boryapti. Shunday emasmi, janoblar? Men bu masalaga boshqacharoq qarayman. U xiyonat qilgan bo'lsa, menga xiyonat qilgan. Faqat menga. Yo, taqsir. Mordred haq. Siz qirolsiz, shuning uchun ham bu xiyonat davlat xiyonati hisoblanadi. Uni o'limga mahkum etishimiz darkor. Nimalar deyapsiz? Qonun shuni taqozo etadi. Xiyonatkorlarga shafqat yo'q. Janoblar, nazarimda odil sud qahrini yengillashtiradigan fursat keldi. Kimki o'zini mutlaqo gunohsiz deb bilsa, mayli birinchi bo'lib ularga tosh otsin. Masalan, men o'zimni begunoh deb ayta olmayman. Bu o'ylashimcha sizlar ham gunohdan forig' bo'lmasalaring kerak. Ancha muncha gunohganimni men ham tan olaman. Demak, Malika bo'lganligi uchun uni kechiramiz. Odam bo'lganligi uchun. Yo'q, u Arturning xotini. Demak, qonunga xilof ish tutmoqchisiz. Artur, Camelotda adolat va qonun hukmron deb o'ylagandim. Qadam shunday. Buni amalda isbotlang bo'lmasa. Merlin. Nima qilay? Nima qilarding? Qonun bo'yicha ish tut. Gvenevera xiyonati uchun jazosini oladi. Yashang dada, mana bu boshqa gap. Odil hukm. Ketdik. Buni nishonlash kerak. Camelotdan butunlay qorangni o'chir. Dada, bu nima deganingiz? Yaqindagina keldim. Qolaversa bitta yaxlit oila bo'lishimiz kerak. O'chir ovozingni. Dada, sizga nima jin urdi? Men yakka yagona va sevimli o'g'lingizman. Qolaversa toji taxtingizni qonuniy merosxo'ri bo'laman. Seni ko'rgan ko'zim yo'q. Dada, meni bag'ringizga bosing. Hech qachon. Yo o'zim bag'rimga bossang, siz soqchilar daf qilinglar buni. Bekorga qiynalmanglar. O'zim ham topib olaman yo'lda. Dada, meni kechirasiz-ku, lekin sizni yakson qilaman. O'shanda ana u afsungaringiz ham sizga yordam bera olmaydi. Map. Huzuringdaman, Nimoya.
Qachondir menga bir va'da beruvding. Haliyam o'sha va'dangda turibsanmi? Ha. Lekin nimaga birdan fikringdan qaytib qolding? Qirol safardan qaytib keldi. Endi Merlin men bilan birga bo'lishi mumkin. Usiz yashay olmasligimni tushundim. Merlin bilan men ko'rsatgan joyda yashashga rozimisan? Agar menga ilgarigi husnimni qaytarib bersang, senga aytib qo'yayin, Nimoya. U joyni hech qachon tark eta olmaysan. U men bilan birga bo'ladimi, axir? Ha, bo'ladi. Karomatingni ko'rsat, Nep. Beshafqatlikka qarab tura olmayman. Aslida gunohkor u emas, menman. Gulxan yonyapti. Merlin. Lancelot geldi. Qoch hammang. Qo'liga ber. Lancelot doimgidek oxirgi lahzada harakat qildi. U hech qachon biror ishni ko'ngildagidek nihoyalamagan edi. Xayriyat. Shunday qilib Lancelot bilan Guinevere xotiramdan chiqib afsonaga aylanib ketdilar. Bu yana nimasi? Dada, bizni laqillatdingiz. Malikani jazoga hukm etib, afsungaringizni ishga solib, uni qutqardingiz jazodan. Qutqarishga o'zingiz qurbingiz yetmasmidi? To'g'ri. Uni o'zim qutqarishim kerak edi. Demak, qonun siz uchun boshqa, qolganlar uchun boshqa ekanda. Yo'q. Bunga chidolmaymiz. Xalq bunga toqat qila olmaydi. Angliya va angliyaliklarni adolat uchun oyoqqa turg'izaman. Keramas. Sizdan buni kutmovdim, dada. Chidolmadim. Chidolmadingizmi? Haq gap tuqqaningga yoqmaydi degani shu-da. Erk va haqiqat tarafdorlari meni orqamdan. Kim? Bu sizmisiz, Hazrat? Tuni bilan ot choptirib yetib keldim. Nimoya ketib qoldi. Ketib qoldi. Sehrli g'orda kutarkan shu gapni aytib qo'yishimni tayinladi menga. Yolg'on gapiryapsan. Merlin, bunday deyishga qanday tiling bordi? Sen yolg'on gapiryapsan.
Mendan o'rganganlaring haliyam yodingdaligidan xursandman. Hech narsani unutganim yo'q. Undan keyin sendan emas, Frikdan o'rganganman. Ko'rnamakni ismini tilingga olma. Men uni butunlay batarqa qildim. Qisqasi, Nimoya ketdi. Sho'rlik izidan qidirib olishingni kutyapti. Merlin. Saroy ahli hujumga men bilan birga borishingizni xohlashmayapti. Aks holda mendan yuz o'girisharmish. Endi nima qilmoqchisiz, Merlin? Xo'sh, Merlin. Ketaman bu yerlardan. Axir meni ham o'z hayotim bor. Har holda menga berilgan umrni bir amallab o'tkazarman. Nimoya bilanmi? Uni yoniga ketmoqchiman. Mordredni bir o'zing amallay olarmikinsan? Jang qilishga ko'nikib ketganman. Haqiqat uchun qancha kurashsak kamlik qiladi. Sen bilan faxrlanaman, Artur. Xavotir olmang, Merlin, qo'limda Excalibur bor. Hello. Salom. Nimoya. Merlin, men bu yerdaman. Atrofga bir qaragin. Yur. Shoshma. Bularni hammasi Malika Mapga qarashlik-ku. Qo'y, esingdan chiqar o'shani. Bizni ham baxtiyor yashashga haqqimiz bor-ku. Har doim o'zing ham shuni orzu qilarding, to'g'rimi? Naqadar go'zal uchrashuv. O'char undan ko'ra kuchingni ko'rsat. O'lmay oldidan biroz gurunglashib olsak bo'larmidi?
Nachora, ixtiyoring. Mordred. Dada, chilanganning jazosi shunaqa bo'ladi. Dada. Xo'sh. Mordred. Talaysiz? Dadajon. Bahsimizga yakun yasaymiz. Taklifingizga jon deb qo'shilishaman, dada. Chunki tirik yursangiz ham baxtli oila bo'la olmasdik. Nima bo'ldi, Merlin? Qulog'imga jang shovqini eshitildi. Men hech narsa eshitmadim-ku. Menimcha bu Artur bilan Mordred ovozlari edi. Qo'ysang-chi. Endi ularni esingdan chiqar. Kechir, Mordred. Yo'q, dada. Kerak emas. O'g'lingizni o'ldirmoqchisiz. Nima qilasiz yana? Gunohga botib. Artur jon beryapti. Uni yoniga borishim kerak. Tez qaytaman. Seni intizor bo'lib kutaman. So'z beraman, tez qaytaman. Yo'q. Nemoya. Nega menga indamading? O'shanda endi uni hech qachon ko'ra olmasligimni bilgan edim. Seni asrab qola olmayman, Mordred. Iltimos, o'lma. Men o'lyapman, xola. Qo'limdan kelgan hammasini qildim. Yo'q. Vafodor do'stim.
Biluvdim kelishingizni. Jang qalay bo'ldi, Artur? Juda zo'r bo'ldi. Merlin, shamshirni ko'lga tashlang. Bu dunyoda unga hech kim ega bo'lmasin. Bo'la qoling, Merlin. Oramon bolam. Eskaliburni eng munosib egasi eding. Qaytarib ol qilichingni, ko'l sohibasi. Lekin meni aldading. Seni aldaganim yo'q, Merlin. Izlagan kishini topish yo'lini ko'rsatuvdim, xolos. Bu yerdan Lancelotni topdim. Demak, u emas ekanda. Men aytgan odam kichkintoy Galahadda. Adashish odamzodga xos xususiyatdir. Seni yarmin inson va bu ayni muddodir, Merlin. Alvido, Merlin. Singlim bir jihatdan haqida. Bizni umrimiz poyoniga yetmoqda. Hademay mutlaqo unut bo'lamiz. Bu yerda nima qilib yuribsan, Frik? Va nihoyat odamga o'xshab ish tutmoqchiman. Ilgari jonsizdek yashagandan ko'ra bir daqiqa bo'lsa ham qo'rqoq bo'lib yashash afzal deb o'ylardim. Endi haqiqiy jangchi bo'ldim. Adolat uchun kurashdim. Xo'sh, qalay? Bekor qilibsan. Ko'nglingizga olmang-ku, janob Merlin. Chindan ham u bilan uchrashmoqchi bo'lsangiz, sizga yordamim kerak bo'ladi. Shu yerdaligingni bilardim, Map. Meni g'alabamni birga nishonlamoqchimiding? Mag'lubiyatingni ko'rgani keldim. Merlin, xayolparastliking qomatida. Mana ishongan tog'ing, Arturni yo'qotding, yagona muhabbatingdan ayrilding. Jang hali tamom bo'lgani yo'q, Map. G'alabani tushingda ham ko'rmaysan. Borgan sari kuchsizlanyapti. Nima qilishni o'zim bilaman. Nima qilib bu la'natini ergashtirib yuribsiz? Men ekam shuncha yillik xizmatimni haqoratlashingiz shafqatsizlik. Shafqatsizlik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Uzr, boray endi. Portret o'ldi. Demak, ikkalamizni ham yo'qotgudik, hech narsamiz qolmadi. Bu yog'iga kurash faqat men bilan seni o'rtangda bo'ladi, Map. O'zimni boshqarishga kuchim yetadi.
kechimdan ham kuchsizlanib borayotgandirman. Lekin shu holimda ham bu noshud olomani bemalol ismimga sola olaman. What do you plan to do? Nima qilmoqchisan, Merlin? You need sword. Menga qarshi qilich qalqon ko'tarib kurashmoqchi. Yo'q, Map. Seni esdan chiqaramiz xolos. Merlin, What are you doing? nima qilyapsan? Endi bizni qo'rqita olmaysan ham, yenga olmaysan ham. Endi biz uchun mutlaqo mavjud emassan. Biz seni esdan chiqaramiz, Malika Map. Yaxshi opangning yoniga ko'lga sho'ng'iganing ma'qul. Sen unutilgan o'tmishsan. Shoshmanglar. Menga qaranglar. Flik! Merlin! Merlin! Meni unutma, Merlin. Men seni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman, Merlin. Merlin! Men yengdim. Jilmayishga harakat qildim, lekin uddasidan chiqa olmadim. Ko'nglimni afsus, nadomat va dahshat tuyg'ulari qamrab olgan edi. Men sevgan va menga ixlos qo'ygan odamlarni hammasidan ayrilgan edim. Ularning barchasi halok bo'ldi. Keyinroq bu yurtga Galahar keldi. U o'zi bilan birga muqaddas kosani va bahorni olib keldi. Hamma yoq yashnab ketdi. Qo'rquv va tushkunlik davri tamom bo'ldi va mening hikoyam ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar aytganlarim sizlarga jinday manzur bo'lgan bo'lsa, minnatdorchiligingizni istagancha sora ichishinglar mumkin. Mabodo himmat qilib 3-4 tanga in'om etsalaringiz albatta xursand bo'lardim. Merlin amaki, siz nimoyani topdingizmi? Yo'q, uni boshqa ko'rmadim. Haligi g'orni ham qidirib topa olmadim. Sehrgarlikni-chi, hali ham qila olasizmi? Yo'q. Hammasini unutib olganman, qolaversa hozir makru chodularga hech kim ishonmaydi ham. Hammasini gapirib bo'ldim. Hikoyam tugadi. Menimcha hammasini batafsil aytib bermadingiz, janob Merlin. Frik, senmisan? Ha, bu menman. Ertagingiz g'oyat qiziqarli va ta'sirli bo'ldi. Lekin hayronman. Nima uchun ayrim joylarini aytmasdan tushirib qoldirdingiz? Agar bitta qoldirmay aytganimda ular baribir ishonishmasdi. Xo'sh, bu olamdagi hayoting qanday kechyapti, Freyk? Nima desam ekan? Har joyda, har qachon haqiqiy erkak bo'lib yashash kerak. Men ham shunga harakat qilib yuraman-da. Bo'lishi mumkin emas. Bu axir Sir Rupert-ku. Ha, men uni qir yoqasida uchratib qoldim. U bilan o'tgan damlarni eslashib rosa gurunglashdik. Do'stim, men sen allaqachon o'lib ketgandirsan deb o'ylagan edim. Yo'q, o'lganim yo'q. Menda ham jinday sehrgarlik qudrati bor. Aytish esimdan chiqay debdi. Nimoya ham. Nima? Haligi bir oy ilgari uni ham ko'rgan edim. Sizni so'rab salom aytgan edi. Hech narsani tushunmadim. Ochiqroq gapirsang-chi. Gap shundaki, Mab g'oyib bo'lgandan so'ng asta-sekin uni makru jodulari ham o'z kuchini yo'qotib Nimoya ozodlikka chiqqan ekan. U hozir qayerda, Frik? Sir Rupert olib boradi. Rahmat senga, og'ayni, hammasi uchun tashakkur. Arzimaydi, men shunchaki hamma narsani oqibati